Farg'ona shahridagi oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutida talaba yoshlar uchun barcha qulayliklarga ega yangi talabalar turar joyi foydalanishga topshirildi. Mazkur tadbirda viloyat hokimi o'rinbosari, institut rahbariyati, professor o'qituvchilar, talabalar hamda mehmonlar ishtirok etdilar. Vazirlar Mahkamasining respublika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan bugun zamonaviy turar joy talaba yigit-qizlarning ixtiyorida. Andijon viloyatidanman. Bugun bayram sababi yotoqxona topshirilyapti biz talabalarga. Bizga bu yotoqxonaning topshirilishi juda ham quvonchli kun bo'lyapti. Sababi biz institutimizga yaqin joyda bo'lamiz. Ota-onamiz uyda xavotir olmasdan o'tirishadi. O'qishimizga, ilm olishimizga ko'plab imkoniyatlar ochiladi. Talaba uchun sifatli ta'lim, sharoitlarga ega turar joy juda muhim. Shundan so'ng talaba asosiy e'tiborini bilim olishga yo'naltiradi. 14 milliard so'm mablag' sarf etilgan yangi talabalar turar joyi 400 nafar talaba uchun mo'ljallangan. Zamonaviy arxitektura andozalariga mos ravishda barpo etildi. Talabalar turar joyida 4 ta talaba uchun alohida bitta xona, issiq suv, sovuq suv, issiqlik barcha sharoitlar yaratilgan. Ovqat tayyorlab, ovqatlanish uchun sharoitlar, kutubxona tashkil etilgan. Bugungi kunda yaratilayotgan sharoitlarni ko'rib, talabalarimiz o'ylaymanki, bunga ta'lim olishga yanada imkoniyatlari kengligini o'zlari anglab yetishadi. Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-yanvardagi qaroriga binoan tashkil etilgan. Oliygoh oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida raqobatbardosh texnologiyalarni rivojlantirish hamda innovatsion yondashuvlarni o'rgatishga yo'naltirilgan. Institut jahonning 10 dan ortiq ilmiy va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni o'rnatdi. Hozirgi kunda oliygohda 12 ta bakalavr, 6 ta magistratura va bitta doktorantura ta'lim yo'nalishlari faoliyat yuritmoqda. Talabalar sonining ortib borishi institut infratuzilmasining yanada kengayishiga turtki beradi.